Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'ta kamtar zot bo'lganlar. Bir kishi u zot sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kirib gapirmoqchi bo'ldi-yu, kirib haybati siri bosib gapini topolmay qoldi, tili aylanmay qoldi. Buni payg'ambarimiz ko'rib aytdilarki, "Hawina alayk, fa inni lastu bi malikin, innama ana ibnu imratin ta'kulu qadila." O'zingizni bosib oling. Men podsho emasman. Men qodid, ya'ni quritilgan go'shtni yeydigan ayolning bolasiman. Ya'ni oddiy odamman deyaptilar. Rahmatan lil alamin bo'lishiga qaramasdan kamtarligini ko'ring. Rasululloh kamtar bo'lganlar, mutakabbir bo'lmaganlar. Safarlarning birida Rasululloh to'xtaganlarida hamrohlardan bittasi men qo'y so'yaman dedi. Ikkinchisi men uni pishiraman dedi. Rasululloh men o'tin terib kelaman dedilar. Qarang, Rasulullohga biror ish buyurmaydi. Rasulullohning xizmatini qilishlik sharaf sahobalarga, ammo Rasulullohning kamtarligini